Xullas, o'sha bugun 18-iyul 2026 yil, o'sha 9-hafta boshlanishi kerak, lekin biz o'rtada bilet imtihonlar 5-6 menimcha darsligini 5-6 qo'ygan bo'lishim kerak videosini. 5-6 videosi qo'ygan bo'lishim kerak. Qani. Oxirgi 4-hafta bo'lib qopti-yu. Voy, 4-haftada qolib ketgan. Voy. 5-6 ni videosini qo'ymaganmanmi? Qani 5-6 ni videosi? Video qo'yildi deb turibdi-yu. Mana men yozganman. Qani bo'lsa-ki, xo'p, qolgan haftalar YouTube'da va biz 5-6 hafta o'tkazib yubordik. O'tkazib yubordik ekan. Bizlar 5-6 ni o'tkazdik, 7-8 ni ham o'tkazib yubordik. Uyda ish bilan. O'shanisi xullas nimalar o'zgardi, nimalarda yo'qotdik, qaysi imkoniyatlarni yo'qotdik. Xo'p. Bizda Euro USD deyarli nima harakatlangan yo'q, lekin weekly bizada berishga o'tgan. O'zi avval weekly berish, mana bu yerda ham berish bo'lgan. Kuchli bo'lsam, berish 5. Va bizda mana bu joyda ekstremal zona turibdi. Ekstremal spread zona. Va bizda weekly berish. Xo'p, time o'tamiz. Time bizda down o'sha mana bu yerda low is low high, mana bu yerda o'zi o'tdi. Low bo'lgan va bizda hech qanday hozir bizda weekly ham tayyor, daily ham aniq berishligi ko'rinib turibdi va bizda mana bu joyda daily bizda mana bu joyda haqiqiy super zona mana bu yerda super zona turibdi. Mana u ekstremal zona. Ekstremal super zona berish. Bizda daily time berish. Va biz 2 hafta davomida nimalarni o'tkazib yubordik. Xo'p, to'rxashda hisoblasak, biz eng oxirgi videoda mana bu joydan savdoga kirgandim. Ya'ni mana bu joydan eslaydigan bo'lsa, mana bu joydan berish kirgandim. Mana bu yerdan berish kirdim, keyin mana bu yerda keyin bo'lish kirdim, xullas. Xo'p, o'shandan keyin chiqib ketgan bo'lsak, keyin bozor nimalarga o'zgardi? Bizda to'rxashda mana bu joyda aniq is low is pam. Mana bu kirishda o'tkazib yubordik. Juda mana shu yergacha bo'lganmi? Qo'ysini mana shu yergacha bo'lgan ekan. Mana shunday o'ta kuchli, aniq kirishda o'tkazib yubordik. Chunki mana bu yerda berish to'rxashda va bizda mana bu yerda ekstremal zona turibdi. Ekstremal super zona turibdi. Bizda tepada 1-6 o'ta aqlli kirish bo'lgan. Bizda to'rxashlik hozircha shu va bizda low high, low. Bizda to'rxashlik berish. Lekin bizda mana bu yerda nimagadir to'planyapti narx. Ya'ni eko haylikga to'planyapti. Men kelajak haqida gapiryapman. Hozir biz o'tkazib olgan narsa hozircha to'rxashda bitta mana shu savdo bo'lyapti. To'rxashda kattaroq savdoga kirsak, mana bunday hisoblasak ham 1 ga 9 o'ta
Legenda kirish bo'lgan ekan. 2 hafta ichida To'rg'ashda bitta savdo o'tkazib yubordik biz. Xo'p, bir hashtachi. Bir hashta hamma savdolar bormidi bizda? Bir hashta. Bir hashta. Bizada bir hashta nimalar o'zgardi? Xo'p. Van hashta mana bu yerda tushganini ko'rdik. O'shanda mana bu yerda savdoga kirishimiz mumkin edi deb aytgandim o'tgan safargi videomizda. Narx tushibdi mana bu yergacha. Dakansa low low high. Bizada mana bu joyda ekstremal zona bor Van hashta. Lekin Van hashta hech qanday savdo o'tkazib yubormagan. Mana bu yerda limit zonaga yaqincha kelmagan narx. Mana bu yerdan olib ketishgan. Low high it's mana bu yerda low it's high bo'libdi mana bu yerdan. Bo'ldi high bo'lgandan keyin mana bu yerda limit zonaga kelmadi haqacha. Ya'ni yangi high mana bu yerda bizada mana bu yerda haqiqiy savdoga kirishdi. Legenda joy bo'libdi-da, to'g'rimi? Ekohaygacha, ya'ni likviditgacha. To'g'rimi? To'g'rimi yo'qmi? Nega to'g'ri emas? Mana it's low. Mana bu yerda uzib o'tganligi ko'rinibdi. It's low high, it's low. Mana bu yerdagi ekstremal diamonddan bam 1 ga 12 risk oldi. Mana bu yerda ko'rib turibsizki, mana bu yerda Van hashta o'ta yaxshi savdo bo'lgan ekan deyarli. O'ta yaxshi savdo bo'lgan ekan. Mana bu yerda agar mana bu holatda kirmagan bo'lsak ham, bizada yaxshi qarab tursak, nimalar o'zgaryapti. Yaxshi qarab tursak, mana bu joyda ekstremal zona turibdi, to'g'rimi? Ekstremal deb likvidit zona turibdi. Pam. Likvidit zona turibdi, low. Va bizada likvidit zonani buzishni kuchimiz kerak. Likvidit zona tagidan mana bu demit zona. Nega mana bu demit zona emas deyishlaringiz mumkin. Mana bu yerda high bo'lgan uchun mana shu demit zonada olib ketsak ham bo'lardi. Yanada yaxshiroq reaksiya berishni 30 mga o'tamiz. 30 mga o'tamiz bunday qaraymiz. 30 mdan nima ko'rinyapti? Mana bu yerda shunday ekohayni buzib o'tdi-da, kuchli tepaga qarab otilib ketdi. Va kuchli tepaga otilib ketgancha o'sha joyda o'zidan tab qo'ysak 1 ga 4 iskrov turgan bo'ladi. To'g'rimi? Bizada mana bu joyda yana bizada diamond zona bor. Da 30 mda mana shunday holatlar bo'lgan ekan. Xo'p, bir hashta ham 30 mda ham mana shunday holatlar bo'lgan ekan. Shunday holatlar o'tkazib yuboribmiz. O'sha qanday kirishib o'zi esdan chiqib ketdi. Qanday nima qildi? Bozorga qaraganda nima xayolga kelishdi o'zi esdan chiqib ketdi. Qaytarib olamiz. Birinchi holda trendni aniqlaymiz. Low high trend aniqlaymiz. Va trend asosida bozorda kim hukmdorligini aniqlaymiz. Hukmdorimiz kim boshqarayotgan. Bozor kim boshqarayotganini aniqladik. Xo'p. Keyin biza bozorda diamond zonalar yoki supply zonalar, narx to'plangan zonalar, narx kuchli harakat qilgan zonalar
ya'ni impuls hosil qilgan shamdan oldingi shamni aniqlaymiz va chizib olamiz. Va shu asosda savdoga kiramiz. Bo'ldi shu. Da bizada har doimgidek liquidity degan narsalar bor. Shunga o'xshagan. Zo'r bilet, eshak ham biladi shu payt. Mana shunday. Hop, Eurovision'da shunaqa qanotlar. Soat 23 komputer ketyapti. Hop, biz mana shuni o'tkazib yuboribmiz Eurovision'da. Va xuddi shunga o'xshagan narsalarni bunda ham o'tkazib yuborganmiz. Abduniyoz It's Lolo, Lohay, It's Lolo, Lohay, Lolo. Mametdan bam. Tan tana, 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 tana. Kelaymi? Birga 5 bor. Yana nima kerak? Xullas shunaqa gap. Shunaqa o'tkazib yuboribmiz. 8-xatga qaytib keldim men. 9-xatdagi biladi. 9-xatdan qaytdim men. Xudo xohlasa har kuni endi o'rganib boramiz. Bugun shanba, ertaga bozorda analiz qilib hafta davomida kuzatamiz. Muhimi to'xtatib qo'ymadik-ku 4 haftada. Xayr, ketyapti mayli. Xudo shunaqa narsa o'tkazib yuboribmiz. Biz eslab oldik, nimalar qilishimiz, nimalar qila olamiz.